qonimiz to'ymaydi 3 ta odam qonni. Buni ver aka, kelishtirib bering aka. To'g'ri, men qarang, orada ancha qo'lyapti. To'yga so'rab ko'ring, yurgizamiz deb qolamiz. Dastavkasi ham bor. Voy 4 million so'mdan aka. Voy bering aka. Barakasini bersin. Mana hurmatli obunachilar, xohlasa shu akamizga 5 ta sog'liq baraka bo'ldi. Narxlash ekan, yoqdim qo'ylar. Xohlasa qaydan keldingiz aka? Qo'qondan keldingiz? Ha, kelishaveradi, davomi ochiq, behijolat. Aka 8 ming 300 ming so'mdan bering aka. 300 ming Akram aka ayting, ukangizga aka kelishtirib bersizlar. Yengil qo'yib ber, buni sotaylik, erta yangi partiyamiz keladi. Yengil Va kelishtirib 3 million 800 ming deyapti. 3 million 800 emas, telefon qilasiz 3 million 500 dan olasiz mana. Hammasini bir joyga. Akamni o'zi olish. Bor baraka. Akamni o'zi. Bitta qo'y yiliga 2 ta bola beradi. Uni boqib yaxshi qarasangiz aka 300 dollardan 600 dollar bo'ladi. O'sha qo'y 2 ta bo'lsa aka 4 ta bola beradi. 1200 dollar. 8 ta bo'lsa 2400 dollar. Hurmatli obunachilar, akalar, videoda oxirigacha ko'rib turing. Xohlasa toza, hisor, sog'liq ishqibozlar uchun akalar, mana siz uchun xohlasa spa sorti zo'r, narxi arzonlardan kelgan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Chorvodiyda muntazam ravishda va tasodifan ravishda kuzatib boruvchi hurmatli chorvodar aka-ukalar. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar, arzonchilar qishloq yig'ing akalar. Saroq qishlog'ini o'sha arzonchi optimchida xolasa Anvar akamizga katta qo'shnilarimiz akalar. Bunga katta partiyada sog'liq qo'chqorlarda xolasa assortilar kelibdi aka. Videoda oxirigacha ko'rib turing, xolasa limon joy damlab olib ko'ring aka. Narxlar ham aka bunga sensatsion narxlarda bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Anvarjon aka. Bormisiz aka? Xudo shukr. Assalomu alaykum obunachilar, tuzamisizlar? Obunachilar, sizlar izlagan qo'ylar keldi. Sog'liqlar keldi. Yarishka deydimi? Yarishkani zo'rlardan keldi. Assortimentdan. Aha. Puli arzondan ham bor sog'liqda. Arzonlardan ham keldi aka, xohlasa. 2 partiya sog'liq, 2 partiya qo'chqor chiqaramiz. 4 partiya chiroyli qilib aka, videoda ko'p cho'zmaymiz aka. Issiq kunda bo'ladi. Chiroyli narxlarda qo'yib berasiz. Xohlasa mana birinchi partiyamizga akalar, mana niyat qilib yillar davomida sog'liq olib, xohlasa ko'paytirib beraman degan obunachilarimiz uchun xohlasa mana sog'liqlarni gazi uzun-uzunlardan, oyoq qo'li uzun aka, xohlasa tik dumba qochishga yaxshi aka. Dumbalar osilib, sholpi dumbalar yo'q akalar. Xohlasa son necha bosh aka bayda? Soni 41 dona. Birinchi partiyada 41 dona. Birinchi partiya. Mana akalarimizga ham xohlasa akalar 5 donasi, 5 donasi bo'ldi. Baraka bo'ldi. Barakasini berdik. Chatirib chiqarib beramiz. Mashinalar bilasiz, Dastavkalar bor. Dastavkasi besplatni. Xohlasa mana akalar, mana sog'liq izlab yurgan obunachilarimizga xohlasa tavsiya qolaman aka. Kuniga bir sangiz barakasi bor, sog'liqda baraka aka. Xohlasa yiliga 2 ta, bitta qo'y 2 ta bola beradi aka. 2 ta qo'y 4 ta. Sababini qilishsam bo'ldi. Sababini qilib boqsa chiroyli foyda qiladi. Chiroyli foyda bo'laveradi. Bitta misol keltiraman aka sizga. Bitta qo'y yiliga 2 ta bola beradi. Uni boqib yaxshi qarasangiz aka 300 dollardan 600 dollar bo'ladi. O'sha qo'y 2 ta bo'lsa aka 4 ta bola beradi. 1200 dollar. 8 ta bo'lsa 2400 dollar. O'shanga 16 ta bo'lsa noyob bo'lib ketdi sog'liqlar. 1800 dollarmi bo'ladi aka. Bo'ladi, xudo xolasa. Bu imkoningiz yetgancha oling aka. Mana Xudo xolasa yiliga 2 ta bola beradi. Xudo xolasa bitta qo'shqor qo'shib qo'ysangiz aka, bular hali yash narsa qo'zi. Yoshlarni cho'likka beramiz aka buni. 6 oylik, 5 oylik. 5 oy 6 oy atrofida degani endi 6 oylikka olishaversin. 5 oyliklari keyingi partiya chiqaramiz. Bular 6 oylik plyus. Xohlasa bular akalar 6 oylik plyus. Qaysi oyga aka qo'shqor qo'shsa bo'laveradi buni aka? Sentyabr oxiri, oktyabr boshi. Oktyabr boshida bemalol. Noyabrda qo'shsa ham bo'laveradi. Xudo xolasa akalar, yana bitta gap gapiraman, 1000 dollarga ham yaxshi bozordan qo'shqor beradi, sariq arashan qo'shqor beradi aka. Xudo xolasa o'shani qo'shib qo'ysangiz aka, ishlov yaxshi bo'lsa aka, xudo xolasa aka, bo'g'az sezonda ham yaxshi daromad qilasiz. O'tgan yil yaxshi daromad qildik aka, sizga tavsiya qilaman. Yomon qo'y tavsiya qilmayman aka. Xohlasa oling, maza qilib boqasiz. Buni aka dastavkalari qancha qilib beramiz? Dastavkasi Samarqandgacha besplatni O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda har doim beramiz. Samarqanddan u yoqqa kelar kelishilgan holatda ketaveradi. Siz telefon qiling, aloqa qiling, ish bitadi. Bo'ybasi nechaga beramiz aka?
70. 70 atrofida, 70 75 gacha, ha, 75 gacha. Telefon qilsa Telegramdan o'lchab berasiz o'lchab aka. beramiz. Xolos akalar, mana qo'ylar zo'r, gap yo'q. Xohlasa mana bir qator ko'rasiz. Birata mujmal yo'q-da qo'yizni. Dumbarazlar kelishgan, oyoq kengligi yaxshi. Xohlasa mana dumbalarim yormadimmi, qochib ketay 5-10 yil o'zlari bolasini olishaveradi, xotirjam. Hali qo'zi. To'ldirib beradim aka bola. Bu yil 2026 da 10 ta olsa, 2027 da 20 ta oladi tasha qo'zlari. Misol egizakchi bo'lib qolsa, ana baxtda bunisi. Misol hozir aytaman aka, 16 ta qo'y bo'lsa, hisoblashim bo'yicha 2 ta qo'y, xudo xolasa $300 bir donasi $300 ketsa, $8400 bo'ladi aka. 16 ta qo'y 1 yilda. 16 ta xudo xolasa aka, narx aytamiz, xudo xolasa 16 dan ham ko'p pul bo'lsa, xudo xolasa olaverasiz aka. Narxni ham arzon qilib beramiz. Bo'ldi aka, qo'yingiz zo'r, gap yo'q. Shunchalik olib kelibsiz obunachilarimizga. Obunachilaringiz istar Xalqimizga olib kelibsiz aka. Xalq uchun mana. Inshaalloh bir narxni ham arzon qilib bering. Aka, bizga sog'lik kelib qolibdi, yarcha kelib qolibdi, 5 million deyish kerak yo'q. Olishsa mana. 5 million. Yo, 5 million deyish kerak yo'q-da. Qarab turaman, bitta narx qo'yaman, obunachilaring ham o'ylamagan narx bo'ladi. Mana olishsin. 4 million 300 dan olishsin bir yerga. 700 ming kam. Nima deyapsiz aka? 4 million 300 dan olishsin. O'tib gapiring aka, sizga yarashmaydi. Har safar kelamiz aka. Bonuslarni chiqib ketdi. Bering aka. Qancha qilib berasiz? 3 million 9 ming, 3 million 8 qancha? Mana bitta olsa ham, 10 ta olsa ham, hammasini olsa ham 4 million 100 dan tilla olishsin. 4 million 100 ming so'mdan ketaveradi. Ketaveradi. Va joningiz omon. Xolos aka 4 million 100 ming so'mdan bitta olsa ham, 10 ta olsa ham ketaveradi aka. Ketaveradi. Hech yo'q. Hech yo'q. Telefon odamni ishini bitiramiz, xudo xolos akalar. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz ham aka, bittadan like bosib qo'ying aka. Pastda obuna turibdi. Bitta obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolos aka, ozgina mehnatimiz uchun men qo'llagan aka, bittadan like bosib obuna bo'lib qo'ying aka. O'zimizda bizga bo'lmasa ham aka, navbatimizda ikkinchi partiyamizga beramiz. Videoda orcha ko'rib turing, puli arzonlardan ham chiqadi aka. Arzonlardan chiqarib beramiz. Akalar, ikkinchi partiyamizga yana sovliq puli arzonidan izlab yurgan obunachilarimiz uchun mana xudo xolasa soni ham 15 bosh aka. Ozgina Sozgina aka, mana bir qator ko'raverasizlar. Ishqibozlar tez shoshilib aloqa chiqaverasizlar aka. Yosh o'yincho'likka beramiz aka. Yosh mashla mana 5 oylik. 5 oylik ha. Bu haligining kichiklari. Aka, bu qo'shqor qachon qo'shsa bo'ladi bunga? Qo'shqor endi kechroqda buniki. Kechroq, lekin narx tomonlama arzon qilib berasiz. Narxi sensatsiya bo'ladi. Voy joningiz olsin aka, mana obunachilarimiz taxmin qilib turishsin, taxmin qilishgandan ham 200 ming 300 ming arzon bo'ladi. Arzon qilib berasiz. Arzon qilib beraman. Akalar, yana bitta gap, arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat deb kommentga o'z fikringizni qoldirib qo'ying akalar. Yana bitta gap. Ko'pchilik odam like bosmay, obuna bo'lmay ko'ryapti aka, bu insofgarchilik. Obunachilar bitta obuna bo'lib, bitta like bosib turinglar. Sizlar o'sha likelayinga avvalo arzon qo'yib beramiz. Arzon qo'yib berasiz. Paddeshkan. Bitta aka 500 ta like bo'lsa qanaqa? Bitta bonus ketdi. Bitta bonus. Bitta tilla olishaveradi. Bitta bonus ketaveradi. 500 ta like bo'lsa aka. 500 ta like bo'lsa ketaveradi. Voy joningiz omon aka. Xolasa like bosib obuna bo'lib qo'ying aka. Ozgina minnatimiz uchun aka 4000 ta bo'lay deyapmiz. Siz sababingiz bilan xudo xolsa hissangiz qo'shilib qolsan aka, qo'lingiz o'rib qolmaydi. Like bosib obuna bo'lgan otasiga rahmat aka, xudo xolasa. Bu dastlabkilarni qancha qilib beramiz? Bunikini Samarqandgacha ketaveradi. Samarqandgacha aka besplatni ketaveradi, uyda o'tirgan holingizda xudo xolasa yetkazib beriladi aka, qo'ylar zo'r. Xudo xolasa narxini ham zo'r qilib bering qani. Buni bor, dalasi bor odam olsa yutadi. Dalaga tashlab qo'yib aka, dalada to'yib kelaveradi o'zi. 15 tasi bir joyga qani gapiringchi aka. Bir yerga olsa ondan 300 mingdan kam ketdi mana. Qancha? 3 million 800 mingdan olishsin. O'tib gapiring aka, o'y. 3 million 800 dan arzon nomimiz bor aka. Sensatsiya qilaylik dedimi? 200 ming kam bo'ladi dedim, mana qarab tursin. 3 million 600 dan olishsin bir yerga. 600 ming so'mdan. 600 dan. Bitta olishsa ham o'tib bering aka, sizga yarashmaydi, o'y. Qani 400 ming so'mdan bering. Qarang, bunday qilamiz. 3 million 600 dan yoqqan tilla olishsin, 3,5 milliondan bir yerga olishsin. Barakasini bersin.
Mana 3 million 500 ming so'mdan akalar mana yirik sovg'alar. Xudo xolasa bo'ybasi ham aka 70 xotirjam kelaveradi aka. Qarang. Olib sababini qilib boqing aka, yaxshi daromad qiladi. Dilshod aka qarang, obunachilaringiz neta tushunib qo'yapti. Hammasi bir xil qo'ydi deyishyapti. Bu dastavkaga ishlatamiz o'sha pulni. Bitta olib ketsa 100 ming dastavka qilib beradi. 10 ta olib ketsa 250 ming dastavka qilib beramiz. Lekin aka dastavka ham bor. Dastavkasi bor. 200 ming Samarqandgachami deyapsizmi aka? Samarqandgacha besplatni hammasini olishsa. Vodiy bo'ylab bittaga ham bor. Vodiy bo'ylab bittaga ham bor. Akalar ketaveradi, pastdan. Shunga plyus bo'lyapti. U qo'ydi o'zlab ketsa o'sha optim narxlab ketishaversa. Optim narxda ketishaveradi. Yoqqan tillab olishadi. Joningiz olsin aka. Dastavka ham pul minatda aka, 100 ming 200 ming so'm olib ketadi kirab Samarqandga ham aka. Samarqandga 100 ming 150 ming olib ketyapti. Samarqandga bitta ikkita. Xolos akalar videoda oricha ko'rib turing aka. Navbatimizda 3-partiyamizga kiramiz aka. Endi Qo'chqorlarga beramiz. Navbatimizda ilk partda chiroyli qilib spachcha dollarga mana Qirg'izistonda qo'ylar akalar. Videoda oricha ko'rib turing. Akalar, Qirg'izistonda haqiqiy ozuqalar yarashan Edelboy qo'ziqo'chqoqlarimiz aka mana gibrididan 80% arashana aka. 80%, 100% emas. 100% emas. Qanday olishing? 100% emas. 100% ni so'mga sotmaydi. O'zingiz ham bilasiz. 100 ming. Aka 100% ni ham qarang. 50 ming dollar, 100 ming dollarga beradi. Beryapsiz-da. Tozasini ham aka. 100 ming dollar deyapti. U qarang. Lekin endi tirik jon tog'am 50 ming dollar paq etib ertaga o'lib qolar, hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydi. 50 ming dollar ketdi-da. Kerak bo'lsa aka, mash'ar arashan qo'llaringizni ham damini beray. Kerak bo'lsa aka, yaxshi sababini qilib o'g'rini yaxshi qarang aka. Kerak bo'lsa etepano o'sha arashan 5 ming dollar, 50 ming dollar, 100 ming dollar arashanni ham damini beray. Kerak bo'lsa aka, sababini. Hammasi go'shtga boradi-da. Go'shtga boradi. Nasl olgani endi u yaxshi asli. Naslga uni olishyapti. Buni ham naslga olishsa bo'laveradi. Chiroyli tarbiyasini qilishsa ozgina. Xudo xolasa mehrni berib parvarishini qilib boqsangiz. Hamma narsa mehrga bog'liqda. Mehrni berishsa o'xurini yaxshi. Mehr berish aka 2-o'rinda. 1-o'rinda aka rejim bilan boqish kerak. To'g'ri. Rejim bo'lmasa qo'y o'zgarmaydi. O'zgarmaydi aka, o'zim realni aytaman. Ko'pchilik odam aytadi, qo'yim o'zgarmayapti deydi. 7-8 vaqt o'zgarmayapti deydi aka. Rejim bilan boqish kerak-da. O'g'rini yaxshi qarayapsizmi? Bitta rejim qilib olish kerak. Buni aka xolos son nechi bosh? Kerak bo'lsa biz bor-ku. Soni buni 16 dona. Kerak bo'lsa biz uyimizda boqamiz, soatiga qo'yib beramiz. O'zimizdan boqamiz. Minutiga qo'yib aka. 40 ta, 35-40 ta qo'yib boqamiz uyimizda o'zimizdan. Voy aka, men ham uyimda 16 ta qo'yib bor. Bir xil. Arashan qo'llarni tashab qo'ydi shunaqadan. O'zingizda oldin bildingiz aka. Rejimida beramiz o'zim ertalab, kechki taraf. Buni aka dastavkalar berilsa o'zi bo'ladi-da, o'zi bilmagan odam ertami, abitda vaqt bo'lsa berib beraveradi. Yo'q, unaqa emas, ertaman kechqurun rejim bilan-da uni ham. Rejim bilan ham ko'taraveradi aka bular. 200 grammdan bersangiz ham aka 400 grammdan ko'taraveradi aka. Xolasa mana zotga ham oyoq qo'lini cho'zib olganda 70 dan 75 gacha bor. 70 ham chiqar ko'pi. Buni ham aka xolasa yaxshi boqsangiz aka 200 kg, 180 kg ham boradi aka. Xudo xolasa endi. Xudo xolasa. Puli qancha aka? Qani? Arzon ham gapiring endi. Bo'ladigan qo'yamiz. Issiq kunida qo'yiladi ham o'zimizga qiynamasa. Buni olishsa mana qancha aka? 4 million pasi mana olishsa 3 million 800 mingdan bir yerga barakasini. 3 million 300 ming so'mdan. Biz qo'ydi o'g'irlab kelganmiz. Yo'q, puliga sotib olib kelyapmiz. Yo'q, tirikchiligimiz bor bizda ham. Uni olishsa mana 3 million 800 dan barakasini bersin. Qancha voy aka? Kelishtirib ayting aka. 8 mingdan olishsa 300 ming so'mdan bering aka. 300 mingdan 3 million 800. Akram aka ayting, ukangizga aka kelishtirib bersinlar. Yengil qo'yib ber, bugun sotaylik, erta yangi partiyamiz keladi. Yengil va kelishtirib 3 million 800 ming deyapsan. 3 million 800 emas, telefon qilasiz 3 million 500 dan olasiz mana. Hammasini bir joyga. Akamni o'zi olish. Bor aka. Akamni o'zini. Akalar 3 million 500 ming so'mdan aka mana sensatsionallarda oyuz oqqulab akalar. Xudo xolasa sababini qilib boqing aka, yaxshi daromad tayda qolasiz aka. Navbatimizda 4-partiyamizga kiramiz. Like bosib aka obuna qo'ying. Xudo xolasa shu bilan videolarimizda yakun asadi qaysi partiyada qo'yilgan narxlar xudo xolasa yoqqan bo'lsa telefon qilaverasizlar akalar. Bu akamiz applikatsiya do'konchi emas, aytgan puliga sotmaydilar. Telefon qilsa xayri bo'ladi hammasini. Dilshod aka qo'ylar ham ko'rsatib mana. Barakasi bor akalar mana. Mana qo'zilar bor. Qo'zilar bor. Bu ham 3,5 milliondan ketaveradi.
Bu ham 3,5 Bu ham million 3,5 so'mdan milliondan ketaveradi aka ketaveradi. mana. Ha. Xolos akalar mana. Manada bular Bu yoqqa 5 ta qo'y. O'sha Hali 3 baraka ko'prikka bo'ling, ha. baraka bo'ldi. mayda qo'zlarimiz bor. Qanchadan bo'lar aka? 3 million 400 dan bu yerda. 4 milliongacha bor. Telefon 4 million qilsa mana so'mgacha bor. 4 milliondan tashlab bersa tashlab beraman. 3 million 400 ning tashlab bersa tashlab beraman yuzlariga. Asartilar. Asarti bor. Mana akalar. Ketganligi uchun Ha. vaqt shunday qildik. Xolos akalar mana Chiqarmadik. qo'yliq qolmasa telefon qilaverasizlar akalar. Mana shu yosh savdogar ukamizga bittadan like bosib qo'ying aka. Mana shu necha yoshga kirding uka? 10 ga mana. Chiqqandan bir şeyde yuradi, shogird. Shayda shogird bo'lib yuribdi. Xudo xolasa katta qo'y pirish bo'ladi.